masala shartiga ko'ra ikkita zaryadlangan shar berilgan. Birinchisining radiusi R1 va u F1 potensialgacha zaryadlangan. Ikkinchisi esa R2 F2 potensialgacha zaryadlangan. Birinchisining zaryadi qandaydir Q1, ikkinchisining zaryadi Q2 ga teng bo'lsin. Keyin bu sharlar metal o'tkazgich sim bilan tutashtirilgan. Agar ular tutashtirilsa, ular orasida zaryadlar yana qayta taqsimlanadi. Keyin o'sha tutashtirilgandan keyingi birinchi sharning zaryadi Q1', ikkinchi sharning zaryadi Q2' ga teng bo'lsin. Va mos ravishda birinchi sharning potensiali F1', ikkinchi sharning potensiali F2' ga teng bo'lsin. Bunda agar metal o'tkazgich bilan tutashtirilgan paytda zaryad potensiali katta bo'lgan shardan potensiali kichik bo'lgan sharga qarab oqa boshlaydi. Bu jarayon qachongacha davom etadi? Bu jarayon bu sharlarning umuman sistemaning hamma nuqtasida potensial bir xil bo'lib qolguncha davom etadi. Demak, biz F1' F2' ga teng bo'lib qolguncha, ya'ni ikkalasi qandaydir F ga teng bo'lguncha bu jarayon davom etadi desak bo'ladi. Lekin shuni aytib o'tish kerak. Ulanishdan oldin, mana bu rasm ulanishdan oldin bo'lsin. Bu B holat ulangandan keyin. Ya'ni ulanishdan oldin va ulanishdan keyin bu sharlardagi zaryadlarning algebrai yig'indisi o'zgarmasligi kerak. Ya'ni bir xil bo'lishi kerak. Bu zaryadning saqlanish qonuni deyiladi. Ya'ni zaryadning saqlanish qonuniga ko'ra ulanishdan oldingi sharlar zaryadlarining algebrai yig'indisi ulangandan keyingi sharlar zaryadlarining algebrai yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni zaryadlarning algebrai yig'indisi o'zgarmasdan saqlanishi kerak. Bu bizning birinchi ifodamiz bo'lsin. Keling endi har bir sharning ulanishdan oldingi va ulanishdan keyingi potensiallarini ularning zaryadi va radiuslari orqali ifodalaydi. Demak, birinchi sharning potensiali F1, ya'ni ulanishdan oldin K Q1 taqsim R1 formula yordamida aniqlanadi. Yoki ikkinchi sharning potensiali mos ravishda F2 K Q2 taqsim R2 formula yordamida aniqlanadi. Bu yerda K proporsionallik koeffitsiyenti bo'lib 9 ko'paygan darajasi 9 Newton metr kvadrat taqsim kulon kvadratga teng. Yoki bu tenglamalarni, bu formulalarni ulangandan keyingi holatlar uchun ham yozsak bo'ladi. Ya'ni ulangandan keyingi birinchi sharning potensiali F1' yoki F ga teng dedik. Ular qandaydir bir xil potensialgacha zaryadlanib qoladi dedik. Demak, F1' yoki F teng K Q1' taqsim R1. Yoki ikkinchi shar uchun yozadigan bo'lsak, F2' yoki F K Q2' taqsim R2. Bu 5-chi ifodamiz bo'lsin. Bu ifodalardan
Q1, Q2, Q1 shtrix va Q2 shtrixlarini topib, 2, 3, 4, 5 ifodalardan birinchi tenglamaga olib qo'yamiz va birinchi tenglamani qayta yozib olamiz. Demak, birinchi tenglamada Q1imiz ikkinchi ifodadan topsak, F1 R1 taqsim K plus Q2imiz uchinchi ifodadan aniqlaymiz. F2 R2 taqsim K barobar Q1 shtrix. Buni to'rtinchi ifodadan aniqlaymiz. Fi R1 taqsim K va nihoyat Q2 shtrixni 5-chi formuladan aniqlaymiz. Fi R2 taqsim K. Bu ifodadan K'larni qisqartirib yuborish mumkin. Va Fi'ni aniqlaymiz. Fi barobar F1 R1 plus F2 R2 R1 plus R2. Bu masala shartiga ko'ra topilishi kerak bo'lgan, ya'ni sharlar metal o'tkazgich bilan ulangandan keyingi ularning potensialini aniqlash formulasi hisoblanadi. Bu bizning 6-chi ifodamiz bo'lsin. Bu tenglamaga, bu formulaga o'sha masala shartida berilgan son qiymatlarni qo'yib, buning qiymatini aniqlab qo'yamiz. Fi barobar birinchisining potensiali 300 volt edi, radiusi 6 ga teng. Ikkinchisining potensiali 500 volt, radiusi 4 cm. Birinchisining radiusi 6 cm, ikkinchisining radiusi 4 cm. Bundan Fi barobar 380 voltligi kelib chiqadi.